Xullas, men bu videoning ikkinchi qismini olgandim. Aslida bu uchinchi qism. Aslida men bu videoni olgandim, lekin videoni yozib olish esimdan chiqdi. Yozmashda yozib oldim, lekin YouTube'ga qo'yib bo'lmayapti videoni. Nima qilar deb tashlayapti. YouTube'ga qo'yib bo'lmasligini sababi sizning kanalingizda shubhali narsa sezilmoqda deyapti. O'shaning uchun hozir ikkinchi qismini qaytadan olamiz, lekin 1 soatlik harakati hammasi kuyib ketdi. Mayli, men kadr ortida qilgan ishlarni ko'rsataman. Birinchisi, polli mana temir zirqi bo'ldim. Maslahatlar. Endi anular yasayman, asboblarni yangilayman. Keyin hamma kutadigan, hamma kutgan o'sha narsa. Bu nimaligini bildinglar. Bu nether portal. Qurib tashladim. Kompyuter uyda 6 ta obsidian bor, 7 ta. Narigisida 6 ta bor. 6 ta bor. O'shanda 13 ta bo'ldi, keyin bitta ortib qoldi. Dan sandiqqa solib qo'ydim mana. Keyin mana anular qo'yib chiqdim. O'shalarni temir yapti. Narsalarimizni yangilab bolta kirka. Shu bolta allaqachon daraxtni tugatdi. Chopib kelamiz. Vup. Tezroq, speedrunner. Nega men bunday qilib yotibman? Shuncha yetdi. Kuch ketmadimi? Kiyim bo'lardimi? O'n yettida chopibmiz. Bolta yasagandim, kirka va lapatka. Endi bu kuch ketganlar sandiqqa solib qo'yamiz. Kuch ketgan, deyarli singanlar. Bu qilchisi men chunki almenda qilch umuman ishlatganim yo'q. Faqat do'stlar, sizlar izohlarda yozishingiz mumkin. Bu o'zing qurmagansan, kreativ ular qurib, keyin mana bezaklarni ham qurib, eshik qo'yib, ko'rich. O'shalar hammasini ko'chirgansan, yotoqdan qayerdan qizil keldi degan savolga men javobim bitta. Men buni hammasini qo'lda qildim. So'rashingiz mumkin, nega yotoq qizil rangda? E'tiboringiz uchun bu versiyani men oldin tortishni o'rgatganman. O'shanda siz ham yotoq yasab ko'rsangiz, yotoq shunaqa qizil rangda bo'ladi. Menga kommentariyada qolgan narsa deb yozib qo'ying. Avval o'zingiz qilib ko'ring. Xo'p, mayli, video olmagani hasan buzyapti-ku. Unda temir bor. Endi bunga anvil yasash kerak. Chunki anvil juda kerak. Lekin menda temir yetarli emas. Temir qatdan olaman endi. Temir yetarli bo'lmasa qatdan olaman temir. O'yla. Xo'p, temir qatdan olaman. Kalbit kondan, lekin kondadagi barcha temirlarni olib bo'ldimda. Yana qatta temir bor. O'yla. Anvil yasay olmaymiz. Shuncha bordi, 50 tadan bitta ham qolmadi. 50 tadan bitta ham qolmadi.
Sizlarni bu kesish yetadi. Mayli, keyin albatta amalni ham yasaymiz. Turarjon, delida amal. Daraxtlarni chopib olamiz va bu modni chopamiz. Yo'qga yarabbiz. Superman. Bitta zarbamga o'ladi, ko'rasizlar. Sizlarni hazırlaşmaydi. Like bosmasangiz videolar qo'yaman. Menga o'xshab. Kuning yaxshi bo'ldi. Mana shu go'shtingni urasan, go'shtingni. Go'shtlaringizni mana shu chuqurga ko'mib ketaman agar menga obuna bo'lmasangiz va like bosmasangiz. Menga farqi yo'q. O'ttioltida yaxshi. Chiqadimi yo'qmi va chiqmadi. Bunga qancha ehtimoli? Mana shu endi aniq chiqadi. To'g'ri emas. Hop. Chiqdimi? Benim uyimiz yok. Qorong'u bo'lib qoldi. 58 yetadi. Ana yetadi. Yo'q, buni so'rashchi, yana qo'yamiz. Yerga. Mana qilsa qo'yib qo'y. Achita. Sal tejayli. Mana. Endi sal yaxshiroq ko'rinishni boshladi. Mana buni ishlatishni unutibman. Qani diyo. Stul qo'yamiz. Bu hapsiya narsa. 28 ketdi. Juda ko'p ketdi. Hop. Bunu taşıyımız. Hani. Zor. Ne yapacağız? Sellen. Babam. Geç bolup uxlaymiz. Uxlaymiz va aytgancha o'sha kuyib ketgan videolarda 20 daqiqalar o'ynadim-da, lekin qo'yib bo'lmadi. Nega YouTube qabul qilmadi? Ko'tara olmadim. Zo'rib ketyapti. Yo'q, bu reklamaga kanal zo'rib ketyapti. Yo'q, men buni ko'tara olmayman. Yo'q, buni kanalga tezroq ban berish kerak. Yo'q. Deb qolganimiz kerak edi. Aytgancha, izohlarda kimning kanali bor ekanligini yozib qo'ying. Agar kim yozsa, kommentlarda mening kanalim bor desa, unga obuna bo'laman. Agar kimdir kanalim yo'q desa, unga like bosib komment yozaman. Ya'ni masalan qarang, men kanalim bor, to'g'rimi? Sizniki yo'q bo'lsa,
kommentga yozasiz. Mening kanalim yo'q deysiz. Keyin men sizga o'sha videolaringizga like bosaman va sizga komment yozaman. Agar mening kanalim bor desanglar, men sizlarga obuna bo'laman. Obuna va like bosaman. Komment ham yozaman, mayli. Hop, videomiz shu yerda tugayo. Chunki mana shuncha narsa qildik. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hozir ikkinchi qism, uchinchi qism yaqinda chiqadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hammaga xayr.